Oq ariqda shunaqangi pazandalar bor, dahshat. Bu bolalarning qo'lidan taom yesalar, maza qilib yuborasizlar. Kalsavoy, Oybek Roddom shundoqqina va San'at saroyi. Shu joyda bir ukamiz bor. To'xtab o'tmasam bo'lmaydi. Meni chaqirmagan, shunday xolis kelyapti mana. Xuddi hobi. Ukam holmi? Kutilmagan mehmonlar. Yaxshi salomatlisiz. Mana shu ko'rib turgan ukamiz bor-ku, shunaqa keltirib yuboradilar. Necha yildan beri ishlaysiz, jon-uka? 10 yildan beri mutaxassis. Go'sht pishiriqlarini mana shu bolaga qo'yib beraverasizlar. Menga nimalar bor-ku? Mana go'sht yesam-ku, o'zingiz mana ayting. Chiroyli. Gamburgerlar, chiroyli narsalar bor. Kalsavoyda shunday oq ariqda. Misol, mazali narsalar yemoqchi bo'lsalar, raqamlaridan qo'yib qo'yamiz, ukamiz jo'nataman boraveradi. Kelib bir o'ta go'zal narsa yemoqchi bo'lsalar, marhamat. Bu joyda o'tirib yeyish uchun shinam xonalar ham mavjud hamda qishki kuni bo'lishiga qaramasdan o'ta chiroyli ayronlar ham bor. Hammalaringizni kutamiz hamda ekranda raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'ling.